Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar? Dünya Uyg'ur Qurultayı tor televiziyasining kunli xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hörmətli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunli xabarlar programmamızning təfsilatida bo'lsin. Növbətdə Cənvədə davam qılıyatqan Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengişinin 53-cü növbətlik yığınığa paralel halda Qurban Hayitining 1-ci günü, yəni 28-ci iyun günü Cənvədə çağırılğan Xalqara Dini Tədqiqat Erkinlik Təşkilatı qurulğanlığının 30-cı illigini xatırlaş yığında müstəbid Xitay hakimiyyətinin Şərq Türkistan xalqı üstüdən yürgüzüyatqan irqi qırğınçılığı, cümlədən məcburi dinsizləşdiriş siyasəti mühim gün tərtiblərindən biriga aylandı. Məzkur yığınğa alayda təklif bilan qatnaşqan Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əpəndim yığınның içiliş və yipilish murasimida 2 qitim sözgə çıxıb, xalqara cəmaətçilikini Xitayning Şərq Türkistandakı insaniyyət qarşı cinayətlərini tosub qilish üçün birlikdə ciddi hərəkətə ötüşkə, hər qaysı əllərinin hökumətlərinin Xitay bilan bolğan münasibətlərdə Xitayning Uyğurlarını asas qılğan Türkiyə xalqlar üstündən yürgüzüyatqan irqi qırğınçılıqni əsla nəzərdən saqit qılıb etməslikə çağırdı. Bir qism əllərinin Cənvədə turuşluq diplomatları, BDT'nin münasibətli xadimləri, hər qaysı dinlərə mənsub təşkilatlarının vəkilləri və xalqaralıq kişilik hüquq təşkilat məsullarından olub, köp sanda kişi qatnaşqan yığında söz qılğan Dolqun İsa əpəndim sözünün beşini mundaq deb görsətdi. Bugün bolsa Qurban Hayit. Bu fürsətdən faydalanıb bütün dünya musulmanlarının Qurban Hayitini mübarəkləyman. İçinişlik yeri şu ki, Şərq Türkistandakı Uyğur, Qazaq və başqa musulman xalqlar özlərinin Qurban Hayitini aşkarı və kollektiv halda qutluqlaş imkaniyetiga erişənmədi. Ularning bu aqalli insani huquqi Xitay hakimiyyəti tərəfindən məcburi tartib elindi. Şərq Türkistandakı Uyğur və başqa musulman xalqlarının dinni tədqiqat erkinligi ularning milli mavjudluq bilan intayin zich münasibətlik. Xitay kommunistləri uzun yıllardan bu yan davam qıldırıyatqan irqi qırğınçılıq hərəkətində xalqımızın milli kimligini, mədəniyyətini və dinni tədqiqatını yo'qotishni asosiy nishon qilib keldi. 2014 yıldan bu yan Xitay hakimiyyəti qattiq bastırış siyosatini icra qilish jarayonida Xitay hakimiyyəti normal dinni fəaliyyətlərinin hammasini radikallıqqa və terrorizmga bağlab olub xalqımızın normal dinni fəaliyyətlərini cheklash xarakterli qonunlarni tuzib chiqdi. Dinni fəaliyyət bilan shug'ullanuvchilarni avtomatik holda jinoyat kategoriyasiga kirgizib jazolash ilib bordi. Masalan, Qur'oni Karimni saqlag'uvchilar, soqol qo'yganlar, yog'liq artqanlar, ro'za tutganlar, haj qilganlar, farzandlarga musulmoncha ism qo'yganlarning hammasi avtomatik holda jinoyatchi deb bekitilib, turmalarga, jazo lagerlariga va majburiy emgak maydonlariga qamaldi. Xitoyning bu xil davlat terror siyosati Sharq Turkiston xalqi ichida zo'r darajada qo'rquv va andish paydo qildi. Bu sebepten ular özlerinin milli ve dinni kimlikini aşkarlaştığını korkulgan halga düşüp kaldı. Xitay tüzüp çıkan bir qatar çeklash siyasetlerinin Uygurlarının milli medeniyetini ve dinni tədqiqatını yo'qotishni asası nişan qılğanlığının chet ellerdeki mustaqil tədqiqatçılar tərəfindən dəlillab chiqilganligini ta'kidlab o'tgan Dolqun İsa əpəndim, tədqiqatçılarning bayqishicha 2017 yildan bu yan Sharq Turkistonda hukumat tərəfindən çeqib o'tilgan va yoki vayron qilib o'tilgan masjidlarning sonining 16 mingga yetib borganligini, Bütünlüğü çıkıp tüzülüp ötülgen mescitlerinin bolsa 8500'den aşkanlıqını, saq qalğan mescitlerinin bolsa Xitayçılaştırılıp, Xitay sayahatçilerinin köngül açıdığan ve tonguz topak oynaydıgan makanıga aylandırılganlıqını, mescitlerdeki dinli eserlerinin bolsa bütünlüğü ilip taşlanğanlıqını ve mescitlerden bolsa Xitayning təşviqat makanlarına aylanıp qalğanlıqını əməli misallar bilan xatırlatıp ötdi. Gerçi köplеген eller Xitayning bu xil zo'ravonligini ayblab kelgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'urlarning vaziyatida hech bir o'zgarishlar bo'lmaganligini, o'tgan bir qancha yil ichida köplegen dinni ulamolarning radikal ideyani targ'ib qildi degan bo'hton bilan qamoq jazosiga hukm qilinganligini, Uyg'ur kishilik huquq doklatining bu vaqtda e'lon qilgan doklatida 2014-yildan bu yan 1046 nafar dinni ulamoning yuqorqi jinoyat bilan jazolanganligining dalillab chiqilganligini ifoda qildi. Dolqun İsa əpəndim sözüdü yana dünya cəmaətçilikinin Xitayning Şərq Türkistandakı yuqorqi vəhşiliklərini faqatla kuzatib qo'yish bilan cheklanib kelganligini tanqidlash bilan birga dunyodagi dinni tədqiqat və mədəniyyətni yoqlaydigan bütün xalqlar birlikdə o'rnidan dast turib Xitayning Uyg'ur, Tibet və başqa millatlarga qartib kelgan dinsizlashtirish və o'chmanlik siyosatini to'xtatish uchun umumyuzlik harakatga o'tishi lozim. Biz bugünkidek mana shunday xalqarалық munbarlardan foydalanib irqiy qirg'inchilikqa va zulmga uchrayotgan xalqlarni qutqizib kelishining planini tuzib chiqishimiz. Dinni ve siyasi liderler çoxum erkinlik ve kişilik hüquq prinsiplerini özlerinin yadroluk qimmat qarashiga aylandirishi, bu jihatda özlerinin jasoratini ve iradasini namoyon qilishi lazım. Xalqaro jamoatchilikni yana bir qitim ogohlantirmanki, Xitoy bilan bo'lgan har qanday munosabatlarda kishilik huquq masalasini hammadan a'lo bilishi, o'zlarining insoniy majburiyatlarini ado qilishi lozim deb ko'rsatdi.
Dolqun Eysa Efendimning so'zlari yig'in ahlining kuchli qarshi elishiga sazovar bo'ldi. Mazkur yig'inning Qurban hayitining birinchi kuni chaqirilishimi kuzatuvchilarning dehtin qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Dolqun Eysa Efendim 27-iyun kuni Germaniyadan Jenvaga yetib kelib, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashining 53-navbatlik yig'iniga qatnashgan va 28-iyun hayit namozini Jenvada yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz bilan birga Jenvadagi Turk jamisida o'qigan edi. Chet ellarda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz dunyo musulmonlari bilan birga 28-iyul kuni muborak Qurban hayitini vataniga, shundaqla vataniga urug' tuqqan do'st yaranlarga bo'lgan cheksiz sig'inish va hasratlanish tuyg'usi ichida kutib olishdi. Ko'plagan ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimiz hayit namozini birga o'qib, o'zlari turishliq davlatlarda vafot bo'lgan qarindoshlarimizning tuproq boshlarini ziyorat qilishdi. Hayit namozida vatan ichidagi aziz xalqimizga Janobi Allohdan erkinlik, hurlik, omonlik, baxt, saodat tilashdi. Sharq Turkiston xalqining hurligi va ozodligini qo'lga keltirish yo'lida qimmatli hayotlarini taqdim qilgan aziz shahidlarimizning ruhi uchun duo qilishdi. Shundaqla Xitoyning turmalarida va jazo lagerlarida azob chekayotgan qarindoshlarimizga Allohdan kuch-quvvat, nusrat va hurlik tilashdi. Muhojiratga Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan Qozog'istondagi qarindoshlarimiz Olmuta va boshqa Uyg'ur rayonlaridagi Uyg'ur masjidlariga to'planib, hayit namozini birga o'tkazib tantana qilishdi va bu orqali vatan ichidagi xalqimiz mahrum qolgan milliy va diniy an'anamizni qayta namoyon qilishga tirishdi. Qirg'izistondagi qarindoshlarimiz bo'lsa, Bishkek shahridagi eng zo'r maydonda qirg'iz va boshqa turkiy qarindoshlarimiz bilan hayit namozini birga o'tkazib, o'zaro hayitlarini tabriklashdi. Qirg'izistonning Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan Jalol Obod shahridagi qarindoshlarimizmi bir yerga jam bo'lib, hayit namozini birga o'tkazdi. Undan boshqa yana Kanada, Amerika, Avstraliya, Turkiya va boshqa Yevropaning har qaysi ellarida yashayotgan qarindoshlarimizmi birga jam bo'lib, hayit namozini birga o'tash bilan birga kollektiv hayitlash faoliyatlarini uyushtirdi. Dünya Uyghur Qurultayıning markaziy organi joylashgan Myunxen shahridagi qarindoshlarimiz bo'lsa, Myunxendagi Uyg'ur masjidiga jam bo'lib, Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi, Germaniyadagi Uyg'ur jamoatining imomi diniy ulamo Turg'unjon Aloviddin hojimning imomligida hayit namozini birga o'tkazdi. Namozdan keyin qarindoshlarimiz Myunxendagi qabristonlikni ziyorat qilib, Germaniyada vafot bo'lgan qarindoshlarimizning ruhi uchun Fatiha o'qishdi. Bo'libmi Yaponiya parlamentining yosh a'zosi, Uyg'ur xalqining g'ururi va iftixori Arfiya Ali xonimning ijtimoiy taratqular orqali yo'llagan tuvandagi Qurban hayitlik tabrik so'zi chet ellarda yashayotgan qarindoshlarimizning zo'r darajada olqishiga erishdi. Assalomu alaykum aziz Uyg'ur qarindoshlar. Men Yaponiya parlament a'zosi Arfiya Ali. Hammanglarning Qurban hayit bayramingizga muborak bo'lsin. Mush fursatda mening siyosiy sahnasiga chiqishimni Hammanglarning Yaponiyadagi va xalqarodagi Uyg'ur qarindoshlarimizning shunchalik iliqlik bilan, shunchalik qizg'inlik bilan, shunchalik suyumlik bilan qo'llag'aninglarga ko'pdan ko'p rahmat, qaytlab tashakkur etaman. Qaytlab hammanglarning Qurban hayitinglarga muborak bo'lsin. Yaponiyadan sizlarga o'tliq salom. Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq vakili 26-iyun kuni BDTning Nyu-York shahridagi bosh shtabida o'tkazilgan munozara yig'inida Uyg'ur qirg'inchiligi hamda Uyg'urlar duch kelayotgan insoniyat qarshi jinoyatlarini yana bir qitim tilga olgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining Twitter betida berilgan ma'lumotlarga qaraganda, bu qitimqi munozara xalqaro jamiyatning zo'r ko'lamli qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarining qurbonlari bo'layotgan xalqlarni himoya qilish majburiyati haqidagi yillik yig'in bo'lib, Amerika vakili Uyg'urlar haqida keskin so'z qilgan. U Xitoy hozirmi Xinjiang rayonida Uyg'urlar va boshqa diniy jamoatlarga qarshi qirg'inchilikni va insoniyat qarshi jinoyatlarni davom qilyotidi deb ko'rsatgan. U yana irqiy kamsitishni tugutish komitetining navbatda Uyg'urlar duch kelayotgan vaziyatni jiddiy ahvol deb qarab, 2022-yil noyabrda bu ishlarni BDT bosh kotibining ziyonkashlikka uchragan xalqlarni himoya qilish majburiyati bo'yicha maslahatchilikni ustiga ilayotgan kishilarga yetkazganligini yana bir qitim eskartgan. Amerika hukumati o'xshamagan xalqaro sorunlarda Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish yo'lida amaliy qadamlarni elish haqida izchil so'z qilib kelayotganligi ma'lum. Ammo Yevropa, jumladan O'rta Sharq dunyosining Xitoy bilan bo'lgan qo'yiq iqtisodiy hamkorlik tufaylidan Amerika xalqaro sahnalarda ko'pincha yolg'iz harakat qilishga majbur bo'lib kelmoqda. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 26-iyun kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 53-navbatlik yig'inida o'tkazilgan o'zaro suhbat temasidagi bo'limida BDT Kishilik huquq oliy komissari Volker Turk savol qo'ydi.
Ularning tor betida berilgan bu vaqtdagi yig'inning yozma xotirasida ko'rsatilishicha, Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti BDT Kishilik huquq kengashi chiqargan Sharq Turkiston haqidagi dokladni eslatib o'tgan. Shuning bilan birga navbatda Sharq Turkistondagi madaniyat, til, diniy e'tiqod va kimlik sohasidagi buzg'unchiliklar, zo'r tutqun, majburiy emgak, oila judoligi qatorliq qabohatlarning insoniyatga qarshi jinoyatlarini shakllantirayotganligini tilga ilib, siz bu xil reallikqa qarata qanday konkret tadbirlarni olmoqchi bo'lyapsiz deb savol qo'ygan. Valkyr Turk o'zlarining Xitoy hukumati ijro qilayotgan navbatdagi siyosiy tadbirlarni yaqindan kuzatib mang'anligini aytgan bo'lsa-mu, bu vaqtda zodi konkret choralarni ishga soldiganligi haqida aniq javob berishdan o'zini ilib qochgan. Bu hol navbatda Xitoy hukumatining BDTga o'xshash xalqaro organlarni to'liq kontrol qilib bo'lganligining bir turlik inkosi deb qaralayotganligi ma'lum. Xitoy hukumatining dal mush xildagi siyosiy monopollik tufaylidan Amerika hukumati 2018-yili sobiq prezident Donald Trumpning taklifi bo'yicha amaliy roli bo'lmagan kishilik huquq oliy kengashidan chekinib chiqadiganligini bildirgan edi. 6-ayning 19-kuni boshlangan BDT kishilik huquq kengashining 53-navbatlik yig'ini 7-ayning 4-kunigacha davom qiladi. Yig'in boshlangandan buyon Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa va Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi va qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin xonimning yetakchiligidagi Uyg'ur yoshlari hay'ati Jenvaga berib mazkur yig'inga qatnashgan va yig'in jarayonida bir qism ellarning diplomatlari bilan, BDTning dokladchi xodimlari bilan va BDT kishilik huquq kengashining 53-navbatlik yig'iniga kuzatuvchilik sifati bilan qatnashayotgan xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining vakillari bilan keng doirada uchrashish elib berib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini bu qitimqi yig'inda kun tartibga ilib kelish masalasi haqida suhbat ilib borgan. BDT kishilik huquq kengashiga a'zo davlatlarning soni 47 bo'lib, ularning vazifa o'tash muddati 3 yildan iborat. BDT kishilik huquq kengashining 51-navbatlik yig'indan keyin ba'zi a'zo davlatlarning o'rni almashgan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.